Assalomu alaykum. Omonmisizlar? YouTube'da yila charchab qolmayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa bu videoda sizlarga ajoyib foydali ma'lumot bo'ladi. Adresimiz qayerda joylashgan, ikkita joy o'shalarni bilib olasizlar. Qanaqa xizmatlarimiz bor, hammasini bugun mana shu videoda bilib olasizlar. Faqat siz videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, obuna bo'ling, tanishlaringizga videolarni jo'natib qo'ying. Bunga qiziqadiganlar bo'lsa agar oxirigacha ko'ringlar, unda men boshladim. O'rtoqlar, bu do'konimiz Chorsuda joylashgan, assortimentni ko'ryapsizlar. To'ldirib qo'yganmiz sizlar uchun. Xudo xolasa, sifati ham, narxi ham zo'r. Katta gullar desanglar, katta gullar bor. Zamiyalar deysizlarmi, fichilning garshokda gullar deysizlarmi, arukari, archa katta kichkinasi, drasenniy, gallan, Xitoy. Xudo xolasa hammasi bor. Hovli uchun sizlarga ham tiktamdaqa chiroyli kilolardan olib kelib qo'yganmiz. O'rtoqlar, bular narxini bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizda bor. Shunda videoni pastiga o'tsanglar, silka qoldiraman Telegramni yoki mana shu nomni Telegramga yozsanglar, chiqib keladi. Ana o'sha yerda xohlagan savolinglarni berib yoki narxlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. Bu Chorsudagi do'konimiz, Chorsuda gul bozori ichkarisida gul do'konimiz bor. Yana bitta narsa, Yunusobod bozorida ham, Yunusobod dehqon bozorida ham 14-33-do'kon, u yerda ham do'konimiz bor. Ikkita do'kon yonma-yon joylashgan, u yerda ham mana shunaqa assortiment, dorilar, tuylar, hamma narsa topsanglar bo'ladi o'rtoqlar. O'sha gap, narx-navosi agar uzoqroqda bo'lsanglar, mana shu Telegramga o'tsanglar, bilib olasizlar. Shunaqa, endi foydali ma'lumotga o'tamiz. Do'stlar, endi foydali ma'lumotni aytadigan bo'lsam, siz bu narsani olib ishlatib ko'ring. Foydasini biling va kommentariyada fikringizni qoldiring ishlat bo'lganingizdan keyin. Bu narsa unaqa qimmat emas. Ko'p joydan olsangiz bo'ladi. Gul do'konlardan, gulga dori sotadigan joylardan, o'zimizdan olsangiz bo'ladi. O'zimizda ham bor bu narsalar, pochkalab sotamiz. Bu Rossiyadan keladigan narsa. Gulingizga oziqa bo'ladi. Gruntiga aralashtirib ekib olsangiz bo'ladi yoki ustidan sepib turib, ko'proq chopuq qilib qo'ysangiz, u ham har suv quyganingizda erib ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Azot, fosfor, kalsiy bor tarkibida. Foydasi juda ham zo'r narsa. Bu narsa nimaligini bilishni xohlayotgan bo'lsangiz, tez birinchi obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring. Gul yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'ying oldin videoni. Jo'natib bo'ldingizmi? Like bosdingizmi? Obuna bo'ldingizmi? Bunaqa deytaman. Bu narsa o'rtoqlar teolit bo'ladi. Teolit mayda oq toshga o'xshagan narsa bo'ladi. Pochkalab sotiladi ko'p joyda. Rossiyada bu juda ham avjiga chiqqan. Har bitta gulga qo'shishadi asosan. Foydasi zo'r. Aytganimdek, gruntiga aralashtirib oling yoki ustidan sepib, chopuq qilib qo'ysangiz, har suv quyganingizda o'zi erib ta'sir qiladi. Azot, fosfor, kalsiy bor o'rtoqlar. Hop, foydali ma'lumotni oldingiz, endi tez obuna bo'ling. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa agar hali ham obuna bo'lib kuzatsanglar, har yangi chiqqan videoyimiz sizga chiqib kelaveradi. Mana qidirurmaysiz. Like bossangiz, video yana ham rivojlanadi. Gulga qiziqadiganlarga tezroq yetib boradi. O'zingizni tanishlaringizga yuborib qo'ying. Mana shu bola gapiryapti, quloq soling, foydali narsa aytyapti deydi. Sizlar foydali ma'lumot olsanglar, like, kommentariy bosmayapsizlar, kommentariy yozmayapsizlar. Shuncha harakat faqat sizlar uchun. Sizlar kommentariy, like'larni bosib qo'ysanglar, obuna bo'lsanglar, menda yana ham motivatsiya uyg'onadi va sizlarga yana va yana qaynab ichimdan yangi ideyalar, yangi maslahatlar berib turaman. Dorilar qanaqa ishlatilinadi, uyda qanaqa dori tayyorlanadi, hammasini aytib o'taman. Endi kommentariyaga yozing, keyingi safar nima haqida ma'lumot bering o'rtoqlar. Shunga qarab ish qilamiz. Hozircha shu, sog' omon bo'lishga majbursizlar.